Go'shtni o'rganish, go'shtni bo'laklarga bo'lish oshpazlikning fundamenti hisoblanadi. Har bir oshpaz birinchi bo'lib go'shtni bo'laklarga bo'lish, qaysi joyini qaysi ovqatga ishlatish hammasini bilish kerak. Go'shtni sotish uchun emas, vitrina uchun emas, faqat restoranlarda ishlatish uchun qanday bo'laklarga bo'lishni video darslik qilib o'rgatib boramiz. Master Abduqodir go'sht bo'yicha Turkiyada 6 yillik malakaga ega. Shu Master Abduqodir profiliga o'tib olib, bemalol har kuni yangi darslikni ko'rishingiz mumkin. Darslik mutlaqo bepul. Go'shtni bo'laklarga bo'lish 3 toifaga ajratiladi. Bozorda sotish uchun va ishlatish uchun va ma'rakalar uchun tarqatish uchun O'zbekistonda 3 xil toifada bo'laklarga bo'lish mavjud. Butun O'zbekiston uchun bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Hali hech kim bu ishga qo'l urmagan. Mana xudo xolisa ishni boshlaymiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.